tasavvur qiling va chuqur anglangki, hozirgi lahza sizda bori. Mana shu hozirgi ayni lahzani hayotingizning asosiy va muhim yo'nalishiga aylantiring. Ya'ni asosiy fokusingizni shu ayni lahzaga qarating. Agar avvallari siz qaysidir vaqtda bo'lgan bo'lsangiz va ba'zangina shu ayni lahzaga qaytgan bo'lsangiz, ya'ni tashrif buyurgan bo'lsangiz, endi shu ayni lahzaga ko'chib oling va shu lahzada bo'ling. Va ba'zangina qaysidir hayotiy amaliyotlar sabab o'tmishga yoki kelajakka tashrif buyurib turing. Deylik, o'tmishni eslab zavqlanish uchun yoki o'tmishdagi qiyinchiliklarni eslab bir xafa bo'lib olish uchun yoki kelajak xayollarini qilish uchun. Shu hozirgi lahzaga, ya'ni shu hayotga hop deb ayting. Uje bor bo'lgan narsaga ichki qarshilikdan ko'ra asossizroq, foydasizroq nima bo'lishi mumkin? O'zingiz o'ylab ko'ring. Uje bor hayotga, hozir mavjud hayotga ichki qarshilikdan, shu ayni lahzaga ichki qarshilik ko'rsatishdan ko'ra nodonroq nima bor o'zi? Shu lahzaga izn bering. Qanday bo'lsa, shunday bo'lishiga izn bering. Taslim bo'ling. G'oyib bo'ling shu lahzada. Va shunda hayot har lahza sizga xizmat qilayotganini, sizga qarshi emas ekanligini ko'rasiz. Ya'ni hayotdagi har bir voqea, har bir ko'rinish asli siz uchun ekanini. Hech bir voqea, hech bir ko'rinish sizga qarshi emas ekanligini. Mana shu tomoshaning barchasi